Assalomu alaykum aziz yurtdoshlarim. Assalomu alaykum o'zbegim. Assalomu alaykum butun Markaziy Osiyo ahli. Kayfiyatim zo'r. Nimaga ekanligini o'zlaringiz ko'rib turibsizlar. Mana bu atrofni ko'ringlar. Mana bu manzarani ko'rib qo'yinglar. Ko'lni bo'yidagi uy. Go'zal, juda katta ko'l. Juda katta ko'lni bo'yidagi mana shu uyni ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim deb. Yerdi maydoni 17 sotik. Endi bu tabiatni kelib shu joyida o'rmonlarni qaranglar. Juda ajoyib o'rmon, tabiat. Juda zo'r joylar. Mana bu qo'shni uyi. Bu yerda dachalar ko'p. Mana shu chiroyli uy dacha. Naryoqda yuqorida bitta uyni ko'rib turibsiz. Navesda ostida mashina turibdi. Ular ham dacha kelib dam oladiganlar. Mana bu uyni egasi ko'rsatib yuribdi. Mana pastda ko'rasizlarmi, yog'ochli. Mana shu uyda bizning uy egasini opasi yashaydilar ekan, bir o'zi. Xo'sh. Uydan boshlasak, mana shu kattagina uy. Qaranglar, eski bo'lgani bilan juda mahkam uy. Mana qaranglar, fundamentini ko'ryapsizlarmi? Toshdan terilgan fundament. Toshdan terilgan, maydoni katta uyda. Mana yerda chegarasini ko'rsatmoqchi bo'lyapman. Mana yo'lda, uyda mana bu tomonda mana bunaqa lesnoy o'rmonning yo'li ketgan mana bunaqa. Vizihodlarda o'rmon haligi ovchi, haligi baliqchilar mana shu yo'ldan yuradi ekan. Xo'sh. Mana qaranglar uy turishini. Fundamentiga 5 baqa qaranglar, katta uyni kattaligini. Uy katta, o'zbekona, katta oila kelib mazza qilib yashasa bo'ladi. Mana uyni oldi betidan ko'rinishi. Mana tom butun. Mana krıltso. Ichkariga o'tib ko'raylik endi. Bismillahirrohmanirrohim deb. Mana shunaqa krıltso. Undaqa beton, mana qaranglar, bu haligi tashlandiq bir sasib ketgan uylar ko'p uchrayapti, arzonlar. Bu yo'q, bu undaqa emas. Bu eski bo'lgani bilan mana krıltsosi tip-tekis pollari. Pollar tip-tekis. Bismillah deb endi uyga kirsak, mana uyda asosiy qismi. Так, послушайте, это что за провод у нас? Водопровод или отопление? Это водопровод был. Это водопровод. Вот здесь насос стоял. Почему был? Так, мы киргандан чапта. Сняли насос, потому что уехали. А свет не горит здесь? Так, мы киргандан машинка degan narsalar bor, qoladi mana shu yerda. Ichida nima bo'lsa, uyda ham mayda-chuyda qoladi. Mana bu koridorda endi haligi veranda qismida mana bu yerda hattoki mana plitalar bor. Eski tushku, lekin tozalab qishloq uyida xullas. А водопровод из колодца был, а колодец где я не... Из озера, да? Вода стирали и кран, ну, короче... Xo'jalikda ishlatgani, xullas, ko'lda nasos bo'lib turib, uyga. Вот это все инструменты остаются, да? Мелочь. Нет, это он оставил инструмент. Так, это что у нас такая комната, да? Да. Mana bunda qaranglar. Mana bu yerda katta. Mana O'zbekiston bilan endi kirishim, men kirmagandim. А что здесь будет забирать что-то или остается все? Я не знаю. Вы что спросите? Пусть остается, что здесь забирать? Стали. Да, я думаю, что... Qoladi hammasi.
Xullas, polga 5 baqa. Здесь есть подвал. Pol tep Можно tekis. открыть, если хотите. А свет там есть? Я сейчас удлините. Давайте, podval bor deyapti. Polga 5 baqa qaranglar. Patologa tep tekis, mustahkam. Mana pechka. А сколько печек? Да, там вы посмотрите. Mana bitta pechka. Это как бы плита здесь. Mana shu xonani o'zini, 4 ta derazadan shu xonani o'zini maydoni taxminan bilmadim bir 35 metrlar bor taxminan kattaligi. Mana pechka. Ну не одна же, еще есть печь, да? Ну, там маленькая, там с лежанкой было. Лежанку я разобрал, он попросил. Hani podvalda ko'raylikchi. Azizlarim, esimdan chiqdi. Bittadan like bosinglar. Minnatdor bo'laman. Like bosinglar, minnatdor bo'laman. Yangi kirganlarga obuna bo'lib qo'yinglar. Mana bu go'zal tabiatni tomosha qilinglar. Derazadan esa mana buni qaranglar. Mana derazadan ana qo'shnilarga manzara. Mana bu ikkita derazadan esa mana kerak bo'lsa. Mana yo'l, ana ko'l. Ana katta ko'l. Marhamat qilasizlar. O'zingizga nasib qilsin. Mana shunday go'zal tabiatda, ko'lni bo'yida katta uyda yashayman deganlaring bo'lsa, marhamat qilasizlar. Telegramda hech kimga yozinglar, gaplashamiz. Svetni yoqqani ketdimi deyman. Yigitali. Я запамятовал, где я свет брал. Или здесь есть. Ну давайте я с ним пройду, с фонариком. Давайте. Опа-на, не свалюсь же. Не, Бисмиллахир-рахманир-рахим. Так, крепкие, даже лестницы крепкие. подвал quruq. Podval quruq. Bo'yim barobar, bo'yimdan ham baland. Buni qaranglar. Bo'yim barobar, quruq. Hattoki, это как называется штука? Это отрезной. В общем, Погоди. Посветите. плотницкий материал. Плотницкий инструмент. Выставляете, можно выставить любую рейку прогнать, видите? Ну. Оттуда сюда. Тоже остается. Направление. Тоже остается. Да, конечно. Kurechlarmi? А здесь, смотрите, Atrofing o'rmon. здесь ножи ставятся, фуганок. Можно профуговать. Atrofing o'rmon. O'rmonni kessang olib kelib mana uyingda Спрашивать надо у хозяина. ishlatib. Да, он Валерий парень. Валера. Да, Валера спрашивает. он все оставит. Сейчас я Нажимаю включу свет, палат. чтобы он был лучше видно. Сейчас, Ну я давайте. нашел эти. Давайте. Там еще один. Svet yo'qman deyapti. Mayli azizlar, svet yo'qolmadi. Lekin mana buni qaranglar. But degan tosh bilan terilgan fundament, quruq podval, maydoni katta. Mana panoramasi bor. Panoramasi mana. Xullas, podvalga 5 baqa qo'yaman demoqchiman. Shu, gapim shu. Podvalga 5 baqa. Все, с подвалом разобрались. Я все увидел, не стоит дальше искать. Погодите, Не, я говорю, там я все, просто не знаю. все увидел. Опа, фонарик возьми. Я говорю, все, не беспокойся, Александр. Где? Все, хана енді davom etsak. Так, на чердак вот этот выход, да? Dedim на чердаке haqiqiy qishloqda uy ekan. А чердак, он что такой весь темный? На чердаке света нету, да? Не надо включить этот. На чердаке света нету, да? Есть. Hayır, oldu. Тогда только на чердаке дайте, а в подвале не надо. Так, endi mana bu koridordan boyagi ikkinchi xonaga. Bor yo'g'i ikkita xona ekanda, bu yerda ham podval bor ekan. Mana sizlarga uy. Mana sizlarga uy. Pollari tekis, patologi tekis, balandligi o'rtacha. Derazalar 2 qavat. Kravatlar ko'p.
stol bor, haqiqiy dehqoncha uy. Maydon katta. Bu ham xuddi boyagi uydek maydon. Mana bu xonada ham mana bunaqa pechka. Ikkita pechka. Bu xonaga bitta pechka. Bu xonaga bitta pechka. Обогреватель ham bor ekan. Ну-ка, где мы теперь спустимся? Bu uyda egasi emas. Uyda egasi Sankt-Peterburgda, bu esa akasi bo'ladi uyda egasini aka. Bu yerda moyka ham bor. Bu aytdim-ku, quduqqa nasos, podvalga, ko'lga nasos tashlab, buni uyga suv o'tkazsa bo'ladi. Xo'sh, mana bu ikkinchi podvalga ham. Что-то у него там это, у деда углублено, вот там даже кирпичом. Это, наверное, картошка. Ochdi. Смотрите, нормально все это. Egasi eshikda lyukt ochib. Bismillah. Mana bunaqa yerda ham katta podval. Boyagini davomida bu endi. Boyagini davomi maydoni katta bu ham. Xuddi boyagindek. Quruq katta podval. Ana Bahodir akalaring sizlar uchun qilayotgan mehnati. Kurtkamni ko'rsalaring edi. Kurtkamni dam chiqdi. Butun like qo'ymasalar bo'lmaydi. Azizlarim, butun like'ni bosinglar endi. Butun like'ni bosinglarda. Yan kirgan bo'lsanglar albatta obuna bo'lib qo'yinglar. Xo'sh, ana uyni ko'rdik. Bunday deyman-da endi. Xo'sh, 5. Uyga 5. Bu narxiga, endi arzongina uyga 3 ham demayman. Bu narxiga rosa arziydigan uy deyman. Uyga ham 5 qo'ydim. Tak, mana bu bolaxonacha ekan. Bolalarga o'ynagan unda kichkina bolaxonacha. Aytaman-ku O'zbekona deb. Mana bolalar kelib o'ynagan xonacha. Hamma sharoit bor. Mana shu tabiatda mazza qilib yashayman deganlaring bo'lsa, kelinglar. Mana bu hammom. А в бане свет кто включит нам? Mana bu hammom. Bismillahirrahmanirrahim. Ben kirganman, mana sizlarga kirgan. Hammomni qaranglar. Men tashqaridan ko'p chiroyli bo'lmaganimdan ichini qaranglar. Tep-tekis, top-toza, patologlari baland, egilib yurish kerak emas ba'zi hammomlarga o'xshab. Mana qaranglar. Buni ko'rib qo'yinglar. Ozodagina, pullar tep-tekis, tozagina. Mana polkalar. Shunday kirib pechkani yoqinglar, yuvinavering. Supurish kerak faqat xolos. 5, men hozircha hammasiga 5 qo'yapman. Kayfiyatim zo'r chunki yoqyapti menga. Bilasizlar-ku, menga yoqmaganda aytaman. Mazasi yo'q deyman, qimmat deyman, boshqa deyman. Bu yerda esa mazza qilyapman. Xo'sh. Yana bir aylanib hovlini ko'rsaman-da, keyin ko'lga qarab tushamiz. Mana bu saroylar qo'shnimniki. Saroydan buyog'i bizning hovli. 17 sotik taxminan faros etaverasizlar. Mana bu uyimiz. Mana uyni oldida katta archa. Mana bular yagida bo'lish kerak. Yoz emasda, bir oydan keyin kelsalaring bu uyga, bir oydan keyin azizlarim. O'zbekmi nasib qilsin. Bir oydan keyin bu yerga kelinglarda, masofada turib olib qo'yinglar. Men sizlarga olib beraman masofada turib.
Keyin bir oydan keyin mayda kelinglarda bu jannatga kirasizlarda qaytib chiqmaysizlar. Shu yerda qolaman deysizlar. Mana qarang, bunaqa darvozachasi ham bor ekan, mashina kirgan. Mana uyni yonida yo'l o'tyapti. Endi dеревенский yo'lda, naryoqda ham uylar ko'ryapman. Mana yo'l. Mana bizni uy, bizni hovli. Ko'lni bo'yida. Ko'lni bo'yida, ko'l. Mana bu yo'l. Mana shu yo'ldan kirib keldim. Endi ajlarim. Mana shu yerdan 4 kilometr yursak mana shu yo'l bilan asfalt yo'lga chiqamiz. Chap tomonga burilib yana 2 kilometr o'tsak maktab. Katta Meritinchi degan, mana qaranglar. Uyimizning oldida mana pirslar. Mana bitta pirs. Mana bu yerda birov yangi pirs quryapti ekan. Mana bu bizda pirs bo'ladi mana. Mana shu ko'ldan, ya'ni ko'lni yoqalab shunday 4 kilometr o'tsak asfalt yo'lga chiqamiz-da. Atrofda qishloqlar ko'p. Ana qaranglar mana. Mana narigi tomonda uy. To'g'rayimizda uylar ko'rinyapti. Mana shuni yoqalab 4 kilometr o'tib asfalt yo'l bilan chetga, chapga 2 kilometr yursak katta деревня Meritinchi degan. Bu yerda maktab bor. Bolalar o'qisa bo'ladi. Ana shu asfaltga chiqib o'ng tarafga yursak esa 20 kilometrdan keyin Priskukha degan katta poselka chiqadi. Xullas, marhamat qilasizlar. Mana bu ko'l. Mana shunday uylaringdan chiqdilaringda ertalab saharlab baliq ushlashni yaxshi ko'raman-da. Sizlarga ham nasib etsin. Mana uylarning turishini qarang. Toshdan baland, haqiqatan kapitalni qurilgan. Bu 100 yil turadi. G'ing demay turadi, chunki fundamenti zo'r. Fundamenti zo'r, uyni o'zi zo'r, yaxshi qurgan. Eski albatta. Eski shundaygina ishini kosmetik remont qilib yashasa ham bo'ladi. Ustini kraskalab boshqa. Xo'sh, men ertalab baliq ushlashni yaxshi ko'raman-da, saharlab turaman-da. Mana shunday qirg'oqqa chiqaman-da. 1,5 soat, 2 soat baliqni ushlayman-da, keyin uyga olib kiraman. Uyga olib kiraman. Yangalaring, kelinlaring bo'lsa qovurib beradi. Bo'lmasa o'zim qovura olaman-da, yeyman. Nonushtaga. Gapim ko'payib ketyapti, aytaymi nimaga? Mazza qilyapman. Bugun 28-mart. Qushlar sayrayapti. Bu yerdan bor yo'g'i Veliki Lukigacha bor yo'g'i 50 kilometr. Men yonlaringdaman. 50 kilometr bu Rossiyaga masofa emas. Hozir telefon bor hammamizda, mashin bor hammamizda. Albatta bu yerda yashagan odam mashin olish kerak. Mana buni qaddiga besh ketyapti, uni turishini qarang, axir. Baland turishini qarang. Deraverda o'zi eng mahkam. Ana uyim, opasining uyi ham shunday qurilgan ekan. Ana fundamenti zo'r, toshdan terilgan. Shu bitta shunaqa oila ekanda bular. Shunaqa oila ekan. Ana endi narxiga keldik. Bunday deyman. Narxiga yarasha, narxiga loyiq. Hattoki adashmayapmanmikan deb yana so'rayman. Ganisanlar, сколько просят? 850 to'g'ri. 950 mida deb qo'rqib turgandim. Yo'q, 850 to'g'ri. Men adashmadim. Narxiga loyiq. Dollarga endi o'tkazib olasizlar. 850 bo'lsa boyaga. Oshib ketsa 11 ming bo'lar taxminan. Nasib qilsin. Ajdan hammalarni yaxshi ko'raman. Kelib mana shu ko'lda baliq ushlab, mana shu kelar 2-3 oydan keyin yozda mazza qilib mana shu cho'milgan nasib qilsin. Kelinglar, hammalarni yaxshi ko'raman. Ko'rishguncha.